Ayol kishining ilmli bo'lishi naqadar go'zal birodarlar. Qur'onni yod olgan bo'lsa, nima to'g'ri, nima noto'g'ri bilsa, haq bilan botilni ajratsa, odamlarning gapiga erishilmaydigan bo'lsa, aksincha, odamlarni erishitadigan bo'lsa, naqadar zo'r bo'ladi bu hayot. Birinchi g'ami Allohning roziligi, orqasidan erim bilan farzandlarim xizmati degan ayol bo'lsa, qanaqa zo'r ayol bo'ladi. Ehtimol birodarlar oramizda namoz o'qib qolishiga, hidoyatga yurib qolishiga xotini sabab bo'lgan odamlar bordir. Bu qiz erga tegmay turib ilm o'qigan bo'ladi, Allohni tanigan bo'ladi, ma'rifatli bo'ladi-da, kuyovga tekkandan keyin hikmatli yo'l qilib turib, erini namozga, ibodatga, masjidga yurishiga sabab bo'lib qolgan. O'qimishli, hikmatli, fahm farosatli bo'lganligi uchun bu qiz ma'siyat, gunoh, ma'siyatlarni tark qilishiga ko'mak ko'rsatgan bo'ladi. Shuning uchun uylanayotgan ukalar kimga uylanayotganlarga qarab qo'yinglar. Sizlarni oxirat hovlisiga qarab tortadiganmi sizga kelayotgan juft yoki faqat dunyo hovlisiga qarab tortadiganmi? Dindorini tanlagan degan payg'ambarimiz. Fazfar bizati din taribat yadak. Dindorini tanlagan, ey musulmon yigit, baraka topasan degan.